Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi mavzuyimiz yozamiz geometrik optika. Geometrik optika. Geometrik optikada 4 ta asosiy qonun bor. Birinchisi yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalish qonuni. Ikkinchisi yorug'likni mustaqillik qonuni. Uchinchisi yorug'likni qaytish qonuni. Va to'rtinchisi yorug'likni sinish qonuni. Demak, yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalish qonuni bu yozamiz qoidasini. Yorug'lik tushishi natijasida to'siq orqasida soya hosil bo'lishiga yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalish qonuni deyiladi. Yozdingizlarmi? Demak, yorug'likni tushishi natijasida to'siq orqasida soya hosil bo'lishi yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalish qonuni deyiladi. Endi xo'sh, yorug'lik tushar ekan, masalan, biz buni ko'p ko'rganmiz. Qanaqa shakldagi jism bo'lsa, yorug'lik tushishi natijasida soyasi ham shunaqa shaklda bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri tushayotganda, mana masalan, yorug'lik oqimi biror bir shaklga tushayotgan bo'lsa, masalan, biror bir odamga tushayotgan bo'lsa, yorug'lik. Orqada devor bo'lsa, devor. Demak, devordagi odamning soyasi ham inson ko'rinishida ko'rinadi. Menimcha buni yorug'likning to'g'ri chiziqli tarqalishini mana shu qoidadan keyin tasavvur qilish qiyin emas. To'g'rimi? Endi yorug'lik tarqalar ekan, masalan, biz yassi ko'zguda yorug'likni o'rganmoqchi bo'lsak, yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalish qonunidan mana bu yerda yassi ko'zguni qo'ysak, yassi ko'zgu. Yassi ko'zgu degani o'zi bu oyna. Bizni xalq tilida aytganda nima deyilar ekan? Oynani bilasizlar, ertalab sochimizni taraymiz va hokazo. Mana shu oynada yassi ko'zguda o'zi qanaqa tasvir hosil bo'ladi desa, yassi ko'zguda mavhum tasvir hosil bo'ladi. Mavhum tasvir hosil bo'lishiga sabab to'g'ridan to'g'ri nurlar kesishidan tasvir hosil bo'lmaydi. Shu uchun mavhum deymiz. Lekin o'lchami buyum o'lchamiga teng bo'lgan tasvir hosil bo'ladi. Mavhum tasvir hosil bo'ladi va odamni aynan o'zini emas, uni aksini ko'rsatadi. Aksi degani, masalan, yassi ko'zguda siz o'ng qo'lingizda sochingizni tarayotgan bo'lsangiz, yassi ko'zgudagi odamni hisoblasangiz, u chap qo'li bilan sochini tarayotgan bo'ladi. Tushundingizlar? Yassi ko'zguda masalan, sochingiz o'ng tomonga taralgan bo'lsa, oddiy misol. Ko'zgudagi aksiz chap tomonga taralgan bo'ladi sochi. Tushunarlar? Aynan o'zi emas, aksi. Aksi degani teskarisini qiladi deydi-ku. Xo'sh. Mana bu yassi ko'zguda qanaqadir yorug'lik nuri tushayotgan bo'lsa, albatta u qanaqadir qaytadi. Xuddi o'shanaqa qanday burchak ostida tushsa, simmetrik qaytadi, qanaqadir to'g'ri chiziqqa nisbatan. Lekin geometrik optikada bir narsani e'tibor berish kerak. Geometrik optikada tushish burchagi bor, qaytish burchagi bor, sinish burchagi bor. Ko'pchilik tushish burchagi deganda geometrik optikadan xabari yo'q odam, mana yorug'lik tushyapti, mana yassi ko'zgu desa, mana bu burchakni tushish burchagi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Geometrik optikada tushish burchagi sifatida o'sha ko'zguga o'tkazilgan perpendikulyar bilan nur orasidagi burchak olinadi. Mana alfa. Demak, bizda alfa nima ekan? Tushish burchagi. Tushish burchagi. Va qaytish burchagi bor, beta. Demak, betani nima deb nomlar ekanmiz? Qaytish burchagi. Mana bu belgi burchak degani. Yassi ko'zguda hamma vaqt tushish burchagi
qaytish burchagiga tengdir. Mana bu birinchi yorug'likning to'g'ri sig'il tarqalish qonunini aytdim. To'siq orqasida soya hosil bo'lishi. Ikkinchi yorug'likni qaytish qonuni shundan iboratki, doim yassi ko'zguda yoki shaffof plastinkada xohlagan yorug'likni qaytaruvchi yoki qisman o'tkazib bir qismi qaytsa bo'ldi. Qaytuvchi to'rt xil yorug'liklarda tushish burchagi hamma vaqt qaytish burchagiga teng bo'ladi. Mana bu yorug'likni ikkinchi qonunida. Mana buni ba'zi masalan darsliklaringizda tushish burchagini alfa deb belgilagan, qaytish burchagini alfa shtrix bilan belgilagan. Alfa shtrix qaytish burchagi farqi yo'q, alfa bilan beta teng. U yerda alfa teng alfa shtrix yozsagan bo'ladi. Bu qoidani yaxshi bilishingiz kerak va yassi ko'zguda yana bir narsa borki, inson o'zini aksini ko'radi dedik-a. Mana yassi ko'zgu berilgan bo'lsin. Mana qanaqadir inson turgan bo'lsa, inson yassi ko'zgudan qanday masofada joylashgan bo'lsa, uni aksi ham yassi ko'zgudan shunday masofada joylashadi. Tushunarli? Demak, ko'zgudagi aksi ham xuddi shuncha masofada joylashadi. Bu A bo'lsa, mana bu masofa ham nima bo'lar ekan? A bo'ladi. Yana yassi ko'zguda V tezlik bilan yaqinlashayotgan jismni aksi ham ko'zguga nisbatan V tezlik bilan harakatlanadi. Ikkala tezlik nima bo'lar ekan? Teng bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Yana ko'p uchraydigan yassi ko'zgu haqidagi masalalardan eng ko'p uchraydigan savollardan biri nima? E'tibor bersalaringiz, o'zi nimaligini tushunasizlar. Inson deydi, o'zini to'liq aksini ko'zguda ko'rishi uchun ko'zguning balandligi kamida qancha bo'lishi kerak? Insonning balandligiga nisbatan. Masalan, meni bo'yim 1.72 metr. 1.72 metr. Men ko'zguni balandligini qancha qilib tanlab olsam, shu ko'zguda to'g'ri qaraganda boshimni ham ko'rib bilaman, ustini, oxirini va oyog'imni ham ko'rib bilaman. Mana shu shart bajarilishi uchun ko'zguni balandligi qancha bo'lishi kerak degan savol tug'iladi-da. Endi bu savolni bizga ustozim berganlarida biz ko'proq o'ylardikki, ustoz kichkinaroq oyna bo'lsa, uzoqroqdan olsak, to'liq aksimizni ko'ramiz. Masalan, sizlarda ham shunaqa tasavvur paydo bo'ldi, menimcha. Yo'q, unday emas. Ko'zguni balandligi ma'lum bir balandlikda kamida bo'lsa, keyin biz aksimizni ko'rib bilamiz. Endi aniqki, bo'yimiz bilan ko'zguni balandligi teng yoki ko'zguni balandligi bo'yimizdan baland bo'lsa, albatta ko'rib bilamiz. Shu uchun bitta so'z ishlatyapmanki, kamida qancha bo'lishi kerak. Masalan, meni bo'yim 1.72, Mana misol buni geometriya qilib yechiladi bu. Mana inson turibdi. Mana qanchadir masofada ko'zgu osilgan. Mana bu ko'zgu bo'lsin. Qancha buni balandligi h bo'lsin, ko'zguni balandligi qanchaligini biz topishimiz kerak. To'g'rimi? Insonning balandligini katta h bilan belgilayman, demak, ko'zguni balandligini kichik h bilan belgilayman. Kichik h bilan. E'tibor bersangiz, bu geometriyaning o'zginasi. Tak. Birinchidan ko'zgudan A masofada turgan bo'lsa, biz kelishdikki, aksi ham A masofada ko'radimi aksini? Mana bu masofa ham nimaga teng bo'ladi? A ga teng. To'g'rimi? Endi ko'zgu oyog'ini, ko'zguni balandligi shuncha bo'lishi kerakki, shunday qaraganda boshini va kamida oyog'ini ham ko'rish kerakmi? Mana. Kamida so'zini ishlatganim uchun hech bo'lmaganda ko'zguni eng chekkasida oyog'ini ko'rish kerak.
To'g'rimi? Tak. Mana bu ko'zguning balandligi h edi. Kichkina h. Xo'p, endi qanday qilib katta h bilan kichkina h ni bog'laymiz desa, bu masofani a deb belgilaganmiz. Mana buni shtrix bilan tushirsak, bu h, bu kichkina h bo'lsa, mana bu masofa qancha bo'ladi? Hammasi h, bu kichkina h bo'lsa bu. Katta h minus kichkina h bo'ladimi? Katta h minus kichkina h. Va bu yerda ikkita o'xshash uchburchak hosil bo'ldi. Chunki bitta burchak umumiy, ha? Bu burchak bilan bu burchak teng, chunki parallel to'g'ri chiziqlarni uchinchisi kesib o'tayotganga o'xshaydi, bular vertikal burchak bo'lib, mana bu kichkina uchburchak bilan katta uchburchak nima bo'ladi? O'xshash bo'ladi. Ikkita uchburchakni burchaklari mos ravishda uchalasi bir-biriga teng bo'lsa, bunday uchburchaklar o'xshash uchburchak deyiladi. Shundaymi? Xo'sh. Endi o'xshashlik bilan yetsa ham bo'ladi, o'xshashlik shart ham emas. Kichkina uchburchak bilan katta uchburchakda alfa umumiy burchak bormi? Mana bu tomon bu a bo'lsa, bu ham a. Bunisi ham a. To'g'rimi? Umumiy bog'lanish nima bo'lsa, qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati tangens alfa. Tangens alfa umumiy bo'lgani uchun kichkina uchburchak uchun tangens alfa barobar burchak qarshisidagi katetni h minus kichkina h taqsim a. Yopishgan katetga nisbatiga teng. To'g'rimi? Endi katta uchburchak uchun tangens alfani aytinglar. Tangens alfa barobar h taqsim 2a. Burchak qarshisidagi katetni yopishgan katet endi 2a bo'ladi. Yopishgan katetni. Ikkita tangens alfalarni tenglashtirib bilamizmi? Burchak umumiy-ku, alfa burchak tangensi. Ikkita tangenslarni tenglashtirsak, demak, katta h minus kichik h taqsim a barobar h taqsim 2a. A'lar qisqaradi, proporsiya qilsak, beri bittadan, beri ikkitadan, ha? Ikkita katta h minus ikkita kichkina h barobar katta h. Noma'lum katta hlar bir tomonga, bular bir tomonga bo'lsa agar h barobar ikkita kichkina h mi? Kichkina h barobar h taqsim 2. Mana asosiy qoidaga ega bo'ldik. Demak, mana shu shart bajarilishi kerak-da, to'g'rimi? Demak, ko'zguning balandligi buyum balandligini kamida yarmicha bo'lsa, demak, odam o'zini aksini to'liq ko'ra oladi. Va ko'zgu qanday joylashgan bo'lishi kerak desa, boshimizning sathi bilan bir sathda joylashishi kerak ko'zgu. Shunda kamida h taqsim 2 bo'lsa, masalan, men 1.72 bo'lsa bo'yim, ko'zgu qancha bo'lishi kerak ekan men aksimni to'liq ko'rishim uchun? 1.72 ni yarmi. 86 cm bo'lsa va boshim bilan bir sathga qo'ysam, oyog'imni ham, boshimni ham ko'ra olaman. To'g'rimi? Tushunarlimi? Yozib oling buni ham. Demak, keyingi tushunchani davom ettiramiz. Keyingi tushuncha shundayki, agar deydi. Yozamiz, agar yassi ko'zguni alfa burchakka bursak, qaytgan nur 2 alfaga buriladi. Mana shu haqida masalalar ham Usmonovda ham, Uzoqovning masala yechish kitoblarida ham ko'p uchraydi. Demak, mana bu yerga yozamiz. Agar yassi ko'zguni alfa burchakka bursak,
qaytgan nur ikki alfaga buriladi. 2 alfaga buriladi. Nimaga degan savol tug'ilsa, mana hozir buni isbotini ko'ramiz. Mana hozirgi oxirgi nima yassi ko'zguda yorug'lik qanaqadir burchak ostida tushayotgan bo'lsin. Endi mana bu yassi ko'zgu, mana bu tushayotgan burchak, bu qaytayotgan burchak, ha? Biz sizlar bilan kelishdikki, tushish burchagi qaytish burchagiga teng. To'g'rimi? Endi yassi ko'zgu bor edi. Shuni tushayotgan nur tushyapti-yu, yassi ko'zguni alfa burchakka buraylik mana. Mana yassi ko'zgu gorizontal tekislikda turgan edi. Qanaqadir bir alfa burchakka burdik buni. Alfa burchakka burdik. Mana bu o'sha perpendikulyar o'tkazgan joyimizga nisbatan, shu ko'zguga nur tushish nuqtasiga nisbatan alfa burchakka bursak, mana bu tomon ham bu bilan bu vertikal bo'lgani uchun bu burchak ham alfa bo'ladimi? Endi nur tushayotgan edi, qaytayotgan edi. Birinchi qaytish nuri mana bu bo'lsa, endi xuddi shu nur egri qaytgan nurga nisbatan mana bunday qaytadimi? Mana ko'zgu bu alfa burchakka burilgandan so'ng qaytgan nurni ikkinchi nur deb belgiladim. Ko'zgu tekis turganda birinchi holatda qaytayotgan edi. Ko'zguni burgandan keyin yassi ko'zgum ikkinchi holatda qaytdimi? Demak, savolni diqqat qilsangiz, men nima deb savol qo'ydim? Agar yassi ko'zguni alfa burchakka bursak, qaytgan nur qancha burchakka buriladi? Qaytgan nurni burilish burchagi mana qanaqadir noma'lum K burchak haqida gap ketyapti va shuni biz 2 alfaga teng ekanligini isbotlashimiz kerak. To'g'rimi? Xo'sh, endi buni isbotlash uchun oddiy geometriyada burchaklar, to'g'ri chiziqlar kesish mavzusini o'tgansizlar, xuddi o'sha mavzu bilan isbotlanadi bu. Mana qaranglarda, yassi ko'zguda birinchi tushgan nur bilan mana bu birinchi qaytgan nur, ikkinchi qaytgan nur bo'lsa, mana bu burchakni qanaqadir beta bilan belgilay. Beta harfi bilan belgilasam, mana bu hammasi alfa plus beta yassi ko'zguda va tushish burchagini qarasangiz, bu alfa plus beta bo'lsa, mana bu burchakni hammasi ham alfa plus beta bo'ladimi? To'g'rimi? Bu burchak alfa, mana bu burchak alfa bo'lsa, bu ham alfa edi. Bu beta bo'lsa, endi beta bo'lsa, mana bu hamma burchak alfa plus beta bo'ladi. Bu burchak bo'lsa alfa plus beta minus K burchakka teng bo'ladi. Mana bu burchagimiz. To'g'rimi? Chunki bu yig'indi bilan mana bu yig'indi burchak teng bo'ladi. 3 burchakka yorug'lik tushganda bu burchak bilan bu burchak ham albatta nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Yassi ko'zguga yorug'lik tushganda mana bu burchagimizni hammasi alfa plus beta, tushayotgan yorug'lik va yassi ko'zgu orasidagi burchak. Buni K deb oldim, men K ni topishim kerak, lekin mana bu hammasi ham demak alfa plus beta bo'lganidan bu burchakchamiz alfa plus beta minus K ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Endi yana tushayotgan yorug'lik, qaytgan yorug'lik va mana bu burgan yassi ko'zgumiz orasida ham xuddi shu qoida yuradimi? Mana ko'zguni burgan bo'lsa, e'tibor bering, tushayotgan yorug'lik, qaytayotgan yorug'lik. Faqat mana bu ikkinchi nur bo'ladi-da. To'g'rimi? Mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladimi? Mana bu qoidaga asosan.
Xo'sh, endi qarasak, mana tushayotgan yorug'lik bilan buni beta deb olgan bo'lsam, ikkinchi qaytgan yorug'lik bilan bu ham beta bo'lyaptimi? Mana bu hammasi nima bo'ladi? Mana bu burchak beta bo'ladi. Demak, burchak bilan mana yassi ko'zgu burilgandan so'ng xuddi mana shu qoida bo'ladimi? Tushgan nur qaytgan nurga teng. Mana bu burchaklar tengmi? Bu qoida ko'zguni burganimizda ham yuradimi? Shundan mana bu beta burchak, ya'ni ko'zgu va nur orasidagi beta burchak, ko'zguni davomi va ikkinchi qaytgan nur orasidagi burchak. Bu ham betaga teng bo'ladimi? Beta deb belgilaganimdan. Beta burchak nimaga teng bo'lar ekan? Beta burchak alfa yu alfa. 2 alfa plus beta minus k ga teng. Xo'sh, buni soddalashtirsak, k ni bu yoqqa o'tkazsak, k barobar betalar ixchamlanib ketadi, 0 bo'lib k barobar 2 alfa. Bizga kerak bo'ladigani o'zi k edi. Va oxirgi o'zi yozdirgan qoidamizdan ko'ra, agar ko'zguni, yassi ko'zguni qanaqadir burchak, alfa burchakka bursak, qaytgan nur qancha burchakka og'ar ekan? Bunaqa edi, mana bunaqa bo'ldi. Qaytgan nur qancha burchakka og'ar ekan? O'sha yassi ko'zgu burgan burchagimizni 2 barobaricha qaytadi. Tushundingizlarmi? Bu oddiy o'sha geometriya qoidalari bilan isbotlanadi. Mana isbotini ham ko'rdik. Yozib oling. Mana qaranglar, shu mavzuga doir bitta misol bergan. Umumiy xulosani qilaylik. Xulosamiz nima edi? Agar yassi ko'zguni alfa burchakka bursak, ko'zgudan qaytgan nur qancha burchakka burilar ekan? 2 alfaga buriladi. Kelishdik, ha? Shuni endi misolga tatbiqini ko'ramiz. Yassi ko'zguga yorug'lik nuri 22 gradus burchak ostida tushmoqda. Qanday burchak ostida tushayotgan ekan? 22 gradus. Agar tushgan nurning holatini o'zgartirmasdan, mana nurning holatini o'zgartirmasdan nurning tushish burchagini 36 gradus bo'lib qolsa, bu degani ko'zguni o'zgartirdik. Tushish burchagi 22 edi, 36 bo'lib qoldi. 36 bo'lib qolsa, qaytgan nur qanday burchakka buriladi? Mana sizlarga savol. 22 edi, 36 bo'lib qoldimi? Qanchaga o'zgardi burchagimiz? Nurni tushish burchagi 14 gradusga o'zgardimi? Ha? 14 gradusga qaytgan nur bu 14 gradusga o'zgarganiga sabab ko'zgu 14 gradus burilganmi? Endi qaytgan nur qanchaga o'zgaradi? 28 bo'ladi. Qaytgan nur qanday burchakka buriladi desa, qanday burchakka buriladi? 28 gradus. Xuddi shunday qilib burchagini qo'yib chizsangiz ham bo'ladi. Ha? Endi yorug'likning to'g'ri chiziqli tarqalishidan yana bitta masala yechib beraman. Mana bu bo'sh joyga e'tibor bering. Siqqancha bittami ikkitami masala yechib beraman. Keyingi masala nima deyapti? Quyoshning gorizontal balandligi 46 gradus. Bunda nimani tushunish mumkin desa, Quyosh mana yorug'ligi gorizontal burchagi 46 gradus degani, mana yer bo'lsa, yer gorizontga nisbatan Quyoshning tushish burchagi demak, mana bu. Necha gradus ekan? 46 gradus. Buni tushish burchagi deb bilamizmi, yo'qmi? Yo'q. Bu tushish burchagi emas. Bu burchakning nomini nima deb atagandik biza? Nur tushish burchagi va ko'zgu bo'lsa, ko'zgu o'zi yer orasidagi burchak. Tushish burchagi perpendikularga nisbatan olinardi. To'g'rimi? Endi aytayaptiki, yassi ko'zgudan qaytgan quyosh nurlari yuqoriga vertikal ravishda yo'nalishi uchun
Uning ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak? Mana tushish burchagi bor, ha? Yassi ko'zguni shunday qo'yishimiz kerakki, e'tibor bering. Qaytgan nur yuqoriga yo'nalsin. Mana nur tushdimi? Mana bu yerdan mana tekis yuqoriga qaytsin. Mana tushish burchagi, mana bu qanaqa burchak bo'lsin? Qaytish burchagi bo'lsin. Shunda yassi ko'zguni mana bunday qo'yamizda. Qanaqadir burchakka mana yassi ko'zgu. Nur tushadi, tik qaytadi yuqoriga. Bu uchun yassi ko'zguni bunaqasiga qo'yishimiz kerak. Bizdan so'rayaptiki, bizdan ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak? Tushish burchagini so'rayapti bizdan. Demak, tushish burchagi degani mana bu burchak. Tushish burchagi yassi ko'zguga o'tkazilgan perpendikulyar. Ha? Mana perpendikulyar o'tkazdim yassi ko'zguga va tushish burchagi orasidagi burchak. Perpendikulyar va tushish burchagi. Mana bu burchakni so'rayapti bizdan alfani. Mana. Bu ham o'sha geometriyani qonunlari bilan yechiladi. Bu burchak alfa bo'lsa, mana bu burchak ham alfa bo'ladimi? Tushish burchagi qaytish burchagiga tengligidan. Ha? Mana bu endi tik yuqoriga qaytsa, yer gorizontal bo'lsa, mana bu hammasi necha gradusni tashkil qiladi? 90 gradusni tashkil qiladi. Ya'ni 46 plus 2 alfa barobar 90 gradus. 2 alfa barobar 44 gradus. Alfa barobar 22 gradus. Demak, tushish burchagi qanday burchak hosil qilar ekan? Tushish burchagi qancha bo'lishi kerak ekan? 22 gradus bo'lishi kerak. Yana bitta mayli masala yechamiz. Diqqat qiling. Keyingi masala sal qiyinroqlardan bitta ikkita yechay deyapman. Uyda yechishga qiynalmaysiz. Keyingi masala. 30 sm uzunlikdagi chizg'ich stol ustida tik ushlab turilibdi. Mana uzunligi mana stol. Mana 30 santimetrlik chizg'ich. Sal pastroqqa chizsak yaxshiroq bo'ladi menimcha. Mana 30 santimetrlik chizg'ich stol ustida tik ushlab turilibdi. Turilganda uning soyasi 20 santimetr bo'lib qoldi. Mana bu yerda soyasi, mana bu yerda masalan yorug'lik tushyapti. Yorug'lik tushyapti. Soyasini uzunligi qancha bo'libdi? Mana shu soyasini uzunligi 20 santimetr. 20 santimetr. Buni balandligi 30 santimetr. To'g'rimi? Mana bu balandlik, chizg'ichning haqiqiy balandligi. Xo'sh. Agar chiroq turgan nuqtadan stolga tushirilgan perpendikulyar, mana chiroq mana bu yerda turibdi. Chiroq. Agar chiroq turgan nuqtadan stolga tushirilgan perpendikulyar, bu stol chiroqdan stolga tushirilgan perpendikulyar asosidan chizg'ich asosigacha bo'lgan masofa. Chizg'ich asosi mana bu. Chiroq turgan nuqtadan stolgacha perpendikulyar mana bu. Mana shu asosdan bu asosgacha bo'lgan masofa 80 santimetr ekan. 80 santimetr ga teng bo'lsa 80 santimetrga. Endi hozir mantiqani o'ylang, qani nimani so'rashi mumkin bizadan? Bizadan chiroq stoldan
qanday balandlikda joylashganligini so'raydi. Mana bu h ni so'raydi. Bu hozirgi nimani tangens alfaga o'xshab ketadimi? Odam o'zini to'liq bo'yini ko'rishi, shu yechilishi shunga o'xshaydimi masalani? Demak, umumiy burchakni topamiz birinchi. Nima umumiylik bor bu masalada desa, mana bu burchak, mana bu burchak. Ikkita uch burchak uchun umumiy burchak. To'g'rimi? Ya'ni ikkalasining tangens alfalari teng. 30 ni burchak qarshisidagi katetni yopishgan katet 20 ga nisbati teng bo'ladi. Katta uch burchakdan nimaga teng bo'lar ekan? H ni nechiga nisbati bo'ladi mana bu uzunlik? 100 ga nisbatiga teng. Xo'sh, ko'paytirsak 30 ko'paytirilgan 100 barobar 20 ta h. Xo'sh, qisqartirsak, h barobar 150 santimetr yoki metrda bersa 1,5 metr. Tushunarlimi? Bu ham o'sha geometrik optikada yorug'likni to'g'ri chiziqli tarqalishiga doir masalalar. Doskadagilarni yozib oling. Demak, yana bitta masala ko'ramiz. Diqqat qiling, 15-masala nima degan? Quyosh nuri yer sirti bilan 40 gradus burchak hosil qiladi. Nurni yer sirtiga tik qoqilgan ingichka quvurga yo'naltirish uchun yassi ko'zguni gorizontga nisbatan qanday burchak ostida joylashtirish kerak? Mana quyosh nuri tushyapti. Qanaqadir burchak ostida va demak yer sirti bilan 40 gradus burchak hosil qilar ekan. Mana yer sirti. Gorizontal bo'ladi, yerimiz. Mana bu burchak 40 gradus ekan. Endi xuddi hozir oldingi masalaga o'xshaydi-da, masalaning yechimi. Qarab e'tibor bersangiz, yer sirtiga tik qoqilgan ingichka quvurga, mana quvur qoqilgan yerga. Mana shunday qilsak tushunarliroq bo'ladi. Yerga ingichka qoqilgan quvurga yorug'likni mana tushayotgan yorug'likni mana shu yerga kiritish kerak deyapti mana. Tik qoqilgan quvurga yorug'lik nuri tushishi uchun yassi ko'zguni gorizontga nisbatan qanday burchakka joylashtirish kerak? Demak, mana yassi ko'zgu, mana bu tushgan nur, bu qaytgan nur, yassi ko'zgimiz mana bunaqa bo'ladi-da. To'g'rimi? Mana bu yassi ko'zguni joylashishi. Bu ham geometriya. Buni yechimi ham geometriyani qo'llab yechamiz. Mana e'tibor bersangiz, xo'p, tushgan nur bilan yassi ko'zgu orasidagi burchakni alfa desam, mana bu qoida doim xayolingizda bo'lsin. Mana bu alfa bo'lsa, qaytgan nur bilan ko'zgu orasidagi burchak ham alfa bo'ladimi? Teng bo'lardimi? Kelishdik-ku sizlar bilan. Demak, mana bu burchak ham nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. Alfa bo'ladi. Endi yana mana bu burchak hammasi 90 bo'lgani uchun 90 minus alfami? 90 minus alfa. Tak. 90 minus alfa bilan 40 plus alfa burchagimiz o'zaro vertikal. To'g'rimi? Vertikal burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Buni geometriyada o'tgansizlar. Demak, mana bu 40 plus alfa burchak bilan 90 minus alfa burchak ikkita to'g'ri chiziq kesishishidan hosil bo'lgan burchaklar. Bular vertikal bo'ladi. Mana masala yechildi o'sha. Demak, 90 minus alfa barobar 40 plus alfa. Tenglamani yechish uchun noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga o'tish kerak. Ya'ni xo'sh, 50 barobar 2 alfa, alfa barobar 25. Bizdan alfani so'ramayapti.
bizda so'rayaptiki, yassi ko'zgu va yer orasidagi burchak, o'sha gorizontal tekislik orasidagi burchak qancha deb so'ragan. To'g'rimi? Mana savolning oxirini o'qisak agar 15 da xo'sh. Yassi ko'zgu gorizontga nisbatan qanday burchak ostida joylashishi kerak? Mana bu gorizont doim, mana gorizont. Mana yassi ko'zgu. Bizdan so'rayotgani mana bu burchak bo'lyaptimi? 40 plus alfami? So'rayotgan burchagi demak javob yassi ko'zgu va gorizont orasidagi burchak 40 plus alfa. 40 ya'ni plus alfani topdik endi. Nechiga teng? 25. Javob nechi bo'lar ekan? 65 gradus. Tushunarlimi? Geometriyani yaxshi bilishingiz kerak bu mavzuni yechish uchun. Geometriyada ham to'g'ri chiziqlar kesishidan o'sha hosil bo'lgan burchaklar mavzusi bor-ku geometriyaning boshida. O'sha mavzuni yaxshi bilishingiz kerak. Tushunarlimi? Yozib oling.